Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz 12 viloyatda odamlarimiz, assalomu alaykum hammaga tilayman. Men mana shu O'zbekistonimiz tinch omon bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin, kasal bo'lganlar hamma tuzalib ketsin. Hech kim niyat qilganimiz savob Allohimiz sog'lik omonlik bo'lsin. Odamlarga sog'lik omon tilayman. Yurtimiz tinch omon bo'lsin, yurtboshimiz ham tinch omon bo'lsin, sog'lig'i omon bo'lsin. Rahmat deyman. Hamma joyga yordam beryapti, katta qo'ldan kelgancha yordam beryapti. Yurtboshimizga ham sog'lik omonlik tilaymiz. Otaxonimizga ham sog'lik tilayman, omonlik tilayman. Hamma joyga Angliyadan O'zbekistonimiz hamma joy yaxshi bo'lyapti, o'zgarish katta bo'lyapti. Rahmat. Shavkat Mirziyoyev ota-bobom, otaxonimizga ham rahmat tilaymiz. Hamma joy yaxshi bo'lyapti, o'zgarishlar katta bo'lyapti. Hamma joyga yordam beryapti. Hamma joyga rahmat deymiz. Hamma odamlarga sog'lik, omonlik tilaymiz. Hech kim kasal bo'lmasin bu dunyoda. Nima niyat bo'lsa, niyatiga yetsin Allohim rozi bo'lsin hammadan. Men bitta narsa so'ramoqchidim. Agar qo'lingizdan kelgancha bitta kompyuterxona ochib, o'quv markazi ochib, qiynalgan oilalarga ingliz tili, o'qish tili, tojik tili, rus tili o'rgatamiz degan odamlar qo'ldan kelgancha bitta o'quv markazi ochamiz deb shuni o'ylamoqchidim. Meni o'ylovim o'shanaqa bitta kompyuterxona ochish, qiynalgan oilalarga borib, qiynalgan oilalarga olib kelib, o'qishni bilmaydigan, o'qishga qiynaladigan, o'qishga qizlarim bor, o'qishga qiynaladigan qizlarim bor, o'qimaydigan qizlarim bor. Misol, men negadim kitobda o'qishga qiynaladi, o'shaga qiynaladigan o'quv bolalar ham bor, qiynalgan oilalar ko'p bu dunyoda. O'zbekistonimizda 12 viloyatda o'qishga qiynaladigan bolalar bor-da, 12 viloyatda, Andijon hamma viloyatda bor. Agar qo'lingizdan kelgancha yordam beraman desalaringiz, agar misol hamma o'tib pul tashlab o'ylab ko'ringizlar, agar pul tashlab o'sha qiynalgan oilalarga, 12 viloyatda qiynalgan bolalarga, qiynalgan qizlarga, qiynalgan oilalarga o'qishga, o'quv markazi deb bitta kompyuterxona ochib, tojik tili, o'zbek tili, rus tili, ona tili, ingliz tili, xitoy tili agar o'rgataman desalaringiz, o'rtaga pul tashlab bitta o'quv markazi ochib, meni qo'limdan kelgancha yordam beraman. O'shani aytmoqchidim. Agar mayli desalaringiz, mana shu videoni ko'ringizlar, keyin menga kompyuterga yozinglar. Men kompyuterda o'qib ko'raman. Aka-ukalar, opa-singillar, yonlaringizda qiynalgan oilalar ko'p. Hamma viloyatda, 12 viloyatda qiynalgan oilalar ko'p ekan, men ko'ryapman. Agar qo'lingizdan kelsalar, yordam bersalaringiz, eng katta savob bo'ladi. Men ham qo'limdan kelgancha yordam beraman. Men ham o'zim ham bozorda, Madigo bozorida ishlayman. Misol 100 ming, bu xilda 50-60 ming ishlayman bu xilda 200 ming ishlab qolaman. Men ham qo'limdan kelgancha yordam beraman. Yana bir ikkita odamlar bor, qo'limdan kelgancha yordam beradi. Agar mayli desangiz, Angliyadan, hamma viloyatdan, Olmaliq, Ohangaron, Andijon, Qo'qon, Namangan, Farg'ona, Navoiy, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston, Samarqand, hamma viloyatdan odamlar yordam beramiz desalaringiz, hamma viloyatga shunaqa bitta o'quv markazi ochsalaringiz, qiynalgan oilalarga o'qishga yordam beraman desalaringiz, men hammadan rahmat so'rayman. Nima demoqchiman mana?
eng katta savob bo'ladi. Sizlardan so'ramoqchi edim. Eng katta savob bo'ladi akalar, opalar. Agar mayli desalar, yordam bersalaman desangiz, men o'sha videolar, mana shu videomni jo'nataman. Jo'natib Instagramga qo'ymoqchi edim. Agar qo'lingizdan kelgancha yordam beraman desangiz, o'shalarga menga kommentarga yozib qo'ysangiz, men o'qiyman, hammasini o'qib chiqaman. Sizni gapingiz to'g'ri desangiz, men o'qib chiqaman. Agar noto'g'ri desangiz, men xafa bo'lmayman. Agar bu yerdan yozsangiz, uka, mana shu gapingiz to'g'ri ekan, gapingiz to'g'ri. Mana shunaqa o'quv markazi ochamiz. Qiynalgan oilalarga, qiynalgan bolalarga, qiynalgan qizlarga o'qishni o'rgatamiz desangiz, men ham o'sha fikrga qo'shilaman, fikrga. Men ham o'sha fikrni o'qimoqchi edim sizlarga, o'qimoqchi edimda. O'sha narsa o'sha fikr meni o'ylab qolyapti, men boshimda o'ylab qolyapti shu narsani. O'sha narsani o'ylab qoldimda, hozir endi shuni 3 oy bo'ldi o'sha narsani aytmoqchi edimda. O'sha o'quv markazini ochib, o'sha 12ta viloyatda bolalarga, misol qiynalgan oila, qiynalgan qizlarga, misol tojik tili, xitoy tili, ingliz tili, rus tili hammasini o'rgatsa, qo'shimcha dars bo'ladi, qo'shimcha dars. O'sha qo'shimcha darsda misol o'sha maktabdan chiqadi, qo'shimcha darsga borsa ham o'quv markazi deb yozib qo'ysangiz ham savob bo'ladi. Hamma keladi, o'qishga keladi, o'qiydi. Hech kimda mana ota-onalar bolalarga pul beradi, misol bolalar ota-onasiga aytganda, ota-ona, dada, oyijon pul bering. U pulni yemaydi, ular kompyuter o'ynaydi. O'sha kompyuterga borib, bolalar miyasini aytyapti-da, kompyuterxona. Bolalar miyasini aytib, o'sha kompyuter o'ynaydi. 10 mingga, 5 mingga kompyuter o'ynagancha, o'sha kompyuterga borib, o'quv markaziga borib, o'qigan yaxshi. U kompyuter o'ynaydi, odamlar boshidan miyasini aynitib, kontur odam pichoqlash, shunaqa o'yinlar bor kompyuterda. Odamni pichoqlab o'ldiradi, o'yinlar bor. U narsa kerak emas.